Savol. Ustoz, duo ijobat bo'lishining sekinligi yoki ijobat bo'lmasligi oldin qilgan gunohlarga bog'liqmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Albatta bu narsa bog'liq bo'ladi. Sababi o'sha gunohlar sababidan qalb qorayadi. Insonning duo qilish quvvati kamayib qoladi. Mana bu ham bog'liq bu narsalar. Ibn Qayyim rahimahulloh Ad-Dawa kitobida gunohni, ma'siyatni zararlari haqida bir necha zararlarni sanab aytib chiqqanlar. O'shalardan biri qalb qoraytirishi. Qalb qoraygandan keyin odam duoda kuchli duo qilmaydi. Ya'ni xuddiki Allohga bir hozir berasan deb qalbi bir bog'lanmay qoladi. Uzoqlashib qoladi odam. Ma'siyatlar Allohdan odamni uzoqlashtiradi. Uzoqlashgandan keyin duo ham o'z-o'zidan kuch ketadi. Xuddiki duoni qilish xuddi nimaga o'xshaydi? Duo bir qilish bo'lsa, uni qiladigan odam, duoni qilayotgan odam qilishni ushlagan bilakka o'xshaydi. Zubayr ibn Avvom bir marta bir kofirni urganda kallasidan shundoq dubulg'asi ham bo'lib, ikkiga bo'lib odamni shunday otni egariga qilich sanchilib qolgan ekan. Ot ustida turgan odam urib. Odamlar qilichingiz o'tkir ekan deganda, qilich o'tkir emas, bilak kuchli degan. Ya'ni qilichni kesishi uni uruvchisi bilan deyiladi. Ya'ni qilichni o'tkirligi uni uruvchisi bilak qanchalik quvvatli bo'lsa, o'sha qilich bilan bitta odamga bersangiz, ursa qancha kesadi, boshqa odamga bersangiz qancha kesadi, demak uruvchisiga bog'liq. Duo xuddi shunday. Bir xil duoni qilamiz, ikkomizga ikki xil bo'ladi. Ana shu narsa duo qiluvchini o'sha qalbini quvvatliligidan. Qalbni quvvatliligi ma'siyat bilan nima bo'ladi? Farqi bor. Shuncha Alloh taolo aytadi: "Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ularning qalblarida kasb qilgan gunohlari qalblarida zang bosib qoldi. Qalbda zang bosib qolsa odam duo ham qilmay qo'yadi. Alloh taolodan uzoqlashib qoladi odam, Alloh asrasin. Qanchalik toat ko'payaversa, shunchalik Allohga insonning muhabbati oshib, Alloh uni yaxshi ko'rib, mana hadisda ham keldi-ku, meni bandam menga ibodatlarni qilaverib, nafillarni qilaverib, menga yaqinlashaverib, men uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar yaxshi ko'rib qolsam, uni ko'radigan ko'zi, gapiradigan tiliga, og'ziga, ushlaydigan qo'li, oyog'iga aylanaman. Wala in sa'alani la'utiyanna. Agar mendan so'rasa, qasamki men undan beraman, yordam so'rasa yordam beraman, duo qilsa ijobat qilaman deyapti. Bu kimga aytayapti buni? Alloh taologa yaqinlashaverib, ibodatlar bilan, nafillar bilan Allohga yaqinlashgan banda haqida aytayapti. Demak, buni aksi ma'siyat bilan Allohdan uzoqlashgan odam duosi o'shanga yarasha bo'ladi. Buni albatta duoga ijobat bo'lishiga farqi bo'lgan narsa bu, Allohu a'lam.